Assalomu alaykum, qadrli kuzatuvchilar. Bugun men sizlarga bolalarda uchraydigan tungi nuris haqida gapirib bermoqchiman. Tungi nuris nima o'zi bu? Bu bolalar o'zida uxlaganda kechasi neprezvol holatda peshob ajralishligi. Demak, bola uxlaganda peshobini chiqarib qo'yadi. Bu o'zi bilmaydi bola. Bunday holatlarda onalar farzandlariga tabobat usullarini qo'llashadi. Masalan, ko'p onajonlarimiz boshqalardan maslahat olib, bolasini qovug'ini ustiga qo'y yog'i surishadi yoki yodavoy setka qiladi. Lekin bu yaxshi natija bermaydi. Nimaga? Chunki tungi enurisi, ya'ni peshob ushlay olmaslikka sabablari bir nechta. Sabablardan biri nasliy genetik holat, keyingisi nevrologik holat. Yana bir sabablardan biri peshob tug'ma nuqsonlari. Yana bitta narsa aytaman, shunga ko'p ahamiyat beringlar. Farzandingiz zax holatda qolib ketsa, qo'l kiyimida ko'p qolib ketsa, tez-tez shamollasa, tomog'i og'risa, bu ham peshob yo'llarining infeksiyalanishiga yo'l beradi. Agar farzandingizda tungi peshob ajralishi kuzatilayotgan bo'lsa, albatta mutaxassis ko'rigiga borishingizni so'rayman va kerakli davo olishingiz kerak bo'ladi.